Biz yillar davomida darsliklarda ko'rgan va Gerasimov chizgan o'sha qiyofa haqiqatdan ham sohibqiron Amir Temurning qiyofasimi? Yoki bu sovet mafkurasi tomonidan qat'iy shakllantirilgan navbatdagi tarixiy stereotipmi? Bugun biz buyuk hukmdorning jismoniy qiyofasini shunchaki tasvirlamaymiz, balki milliy o'zlik va tarixiy haqiqat o'rtasidagi ulkan pardani ko'taramiz. Amir Temur shaxsiyatiga o'rta asr mualliflari turlicha yondashgan, biroq bir masalada deyarli barchaning fikri bir nuqtada kesishadi. U nihoyatda haybatli va ko'rkam qiyofaga ega bo'lgan. Saroy tarixchisi Sharafiddin Ali Yazdiy Zafarnoma asarida sohibqironni shunday ta'riflaydi: baland bo'yli, keng yelkali, haybatli, yuz rangi oq-qizil, iyaklari keng, nigohi o'tkir, burgut qarashli edi. Amir Temurning ko'zlari ham aynan shunday bo'lgan. Eng qizig'i shundaki, nafaqat Yazdiy, balki sohibqironning ashaddiy dushmani hisoblangan Ibn Arabshoh ham uning tashqi ko'rinishidagi haybatni tan olishga majbur bo'lgan. Arabshoh o'z asarlarida Temurning yuzi oq pushti rangga moyil tiniq bo'lganini hamda keksaygan chog'ida ham oqargan qalin soqoli unga alohida haybat berib turganini yozadi. Dushman ko'zi bilan berilgan bu tavsif har qanday xushomaddan xoli bo'lgani uchun ham eng ishonchli manba hisoblanadi. Ispaniya elchisi Ruy Gonzales de Clavijo 1404-yilda, ya'ni sohibqiron umrining so'nggi yillarida Amir Temur bilan uchrashadi. Clavijo o'z kundaliklarida hukmdorning yoshi bir joyga borib qolgan bo'lishiga qaramay, uning qomati hali ham tik va haybatli ko'rinishga ega ekanini hamda nigohlari kishini hayratga soladigan darajada o'tkir bo'lganini yozib qoldirgan. Xo'sh, unda nega biz uni ko'pincha boshqacha tasavvur qilamiz? 1941-yilda Mixail Gerasimov tomonidan amalga oshirilgan antropologik rekonstruksiya ko'p jihatdan o'sha davrdagi sovet mafkurasining mahsuli edi. Maqsad aniq edi. Shunga qaramasdan hatto antropologik o'lchovlar ham Amir Temurning bo'yi o'z zamondoshlaridan ancha baland va suyak tuzilishi favqulodda baquvvat bo'lganini to'liq tasdiqlagan. Demak, Amir Temur bobomiz nafaqat buyuk sarkarda, balki tashqi ko'rinishidan ham o'zining turkiy naslini namoyon etuvchi zabardast va nurli siymo bo'lgani shubhasizdir. Tarixni o'zgalar chizgan suratlar orqali emas, balki haqiqiy hujjatlar orqali anglash vaqti keldi.